Xiyonat bu faqat postelda yotib turish emas. Telefonda ham gapirish mumkin, boshqa joyda. Lekin har bir ayol uchun bu xiyonat turi har xil. Masalan, men uchun haqiqiy xiyonat bu nima? Haqiqatan ham erkak bitta ayol bilan sistematik ravishda, mana xotinidan tashqari bitta ayol bilan уже tam ikkinchi xotin qilib olsa, sistematik ravishda u ayol bilan uchrashadigan bo'lsa, da bu xiyonat. Lekin bittada mast bo'lganda, boshqa bo'lganda, ehtiyoj qildi, unutdi. U erkak ayolini sevib turib ham xiyonat qilishi mumkin-da. Eng achinarlisi shu, bu achchiq haqiqat. Uni sevib turib ham xiyonat qilish mumkin. Chunki aytayapman-ku, orgazmichеский funksiyasi juda kuchli bo'lgani hisobiga tez-tez zerikib turadi. Unga har faqat qanaqadir qiziqish kerak-da. Shuning uchun bunaqa paytlarda-chi erkaklarda iroda faqat ishlab beradi. Iroda va iymon, mana, iymon. Ya'ni zino qilmaslik, iroda. Mana, boshqa paytlarda sal iymoni sustroq bo'lsa, kuchli bo'lmasa va prinsipi ehtiyojlariga juda berilgan, ozgina nafsga beriladigan erkak bo'lsa, yuraveradi. Bizda bunaqa erkaklar 80%. Shuni ham aytish kerakki, og'zida iymoni kuchli bo'lgan erkaklar ham xiyonat qiladi, bu ham fakt. Bunaqa erkaklarni ham juda ko'p ko'raman-da. Vala qiladigan erkaklar ham bor. Poyetum bu insonning ichki qadriyati, oilaviy qadriyati, o'zini ota-onasini munosabatini, chiroyli munosabatini ko'rgan bo'lsa, bunday erkaklar boshqa ayollar kerak emas, u ayolini qadrlaydi va har tomonlama o'zi ayolini o'stiradi, to'shakda ham uni o'stiradi, to'shakda unga o'rgatadi, chunki u faqat ayolini olishni istaydi. Все, fakt.